Assalamu alaykum barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Assalamu alaykum Sharqiy Turkiston sürgün hukumatidagi barliq millat vakillari. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Shuning bilan birga Sharqiy Turkistondagi nozik kentlarda nahaq yetayotgan barliq qarindoshlarga samimiy salomimni yo'llayman. Aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, bugun yangi yil munosabati bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hukumatining, ya'ni vaqtliq hukumatimizning kelib chiqish sababi va qilmoqchi bo'lgan ishlarimizning tafsilotini qisqacha tunishtirib o'tmoqchiman. Sizlar bilgandek, Sharqiy Turkiston sürgün hukumatining 8-qitimliq oliy qurultayi o'tkazildi. Bu qurultay uchun bir yilning yoqi har davlatdan 10 millat vakili saylab berish ve 60 millet vekilidin işip ketmeslik şartı bilen çakırık kılgan idi. Şundak kılıp bir kısım devletlerden müstakillikka işengen, iradesi çın bolgan 63 kardeşimiz millet vekili bulup saylanıp bu kurultayını ötküzüşke bel bağlagan idi. Afsus, ahırkı işki hafta kalganda qarindoshlarning shuncha xizmat ishlashiga qaramasdan Sharqiy Turkiston sürgün hukumatining vaqtliq sobiq raisi G'ulom Efendi ve Abduhat Nur efendilerinin chin turilish sababidan 13 odamdan tarkib topgan bir qism qarindoshlar demokratik saylam o'tkazishga qarshi chiqib 8-qitimliq oliy qurultayimizga qatnashmadi. Oxirida qolgan bütün dünyadan saylangan millet vekilleri naq meydan ve Zoom arkalık katlaşıp demokratik saylam ötküzdü. Bu vakitte men ayrıplan keçkiş sebebi bilen bu naq meydan saylamıga katlaşamadım. Ama demokrat hakkaniyette çın turduğan ve beraberlikni kollaydıgan köp sanlıq qarindoshlar iradesinden qat'i yanmasdan bu 8-qitimliq oliy qurultayni g'albilik ichib demokratik barobarlik ostida erkin saylam o'tkazib o'z hukumatini qaytadan qurib chiqdi. Shundoq qilib saylam kuni ertasi men keldim. Ertasi saylam davomlashdi. Bu saylamda yanıla ba'zilar saylam ovozidan voz kechishlar bo'lib, ko'p sonli qarindoshlar o'z irodasi bilan bu hükümetiga igi chiqib oxirgacha chin turdi. Aslida Sharqiy Turkiston sürgün hukumatidagi peshqadam bir avlod inqilobchilarimiz vatanparvarlarimizning tirishchanligi bilan 2004-yili qurilib xalqimizga zo'r umidlarni bergan edi. Ammo tarixdagi nurg'un xatoliklarga o'xshashla ba'zi bir rahbarlarimizning qonunni ko'zga ilmasligi va boshqa shaxsiy sevenlikleri tüpeylidin bu hükümetimiz uzunga barmay öz salohiyatini acizlaştırıp 15 yılının yaqı bar yo'qligi bilgili bo'lmaydigan bir halga tushib qoldi. Buni albatta e'tirof qilishimiz kerak. Yaqinqi sobiq raisimiz Ahmadjon Osman hukumat ichida qanchalik xatolik o'tkazdi, buningdan ko'pinchimiz xabardor emas. Lekin shuni demoqchimanki, bu 15 yil jarayonida faqat bir qitimla Yaponiyada bizning surgindi hukumatimizning o'z salohiyati bilan Yapon xalqining oldiga chiqqanligini va hukumat nomining e'tirof qilinganligini ko'rgan edik. Afsus, bu ishmo bir qitim bilan tugadi. Aziz qarindoshlar, bu 15 yil ichida hukumatimizning taraqqiy qila olmasligidagi sabablarni hammamiz nihoyat obdan bilamiz. Çünkü 1949 yıldan, yani qaçanki Xitoy komünistleri Sharqiy Turkiston topraklarını bulg'agan kundan tatip biz bir diktator hakimiyet ostida cho'ng bo'lganligimiz uchun gerçi chet ellarda uzun muddat yashagan bo'lsakmi, ko'pinchimiz o'zimizga singdirib olgan bu mustabid ideyadan qutulolmay yoki ishlarimizga shaxsiy hasadxo'rlik aralashib qolganlikdan o'zimizning muhaciratdagi bu hükümetimizni, yani vaqtliq hükümetimizni 15 yıldan beri tüzük terakki kıldıralmadık. Şuna bundan keyin bu işlarga hatime berip
demokrat, adolatni va barobarlikni asos qiladigan bir davlat sistemini barpo qilishimiz kerak. Shunga bu kelajakdagi davlatimizni qaytirib olishga bel bog'lagan qarindoshlar bilan xalqaroda birlikka kelgan va e'tirofga erishgan bir Sharqiy Turkiston surgun hukumatini barpo qilish maqsadida bu yo'lga chiqdik. Shunga har bir iqtidorli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarning mayli surgunda parlament, hukumat va sud adliyada vazifa olgan bo'lsin yoki olmagan bo'lsin, bu ishlarni vujudga chiqarish uchun birlikda kuch chiqarib, o'zinglarning bir kishilik hassanglarni qo'shishinglarni umid qilamiz. Chunki Sharqiy Turkiston surgundi hukumati hammamizning g'ururi. Shundaqla kelajakdagi mustaqil Sharqiy Turkiston davlatining tayyorligi. Shunga xalqaroda Sharqiy Turkiston xalqining demokratik davlat qura oladiganligini bildirib qo'yishimiz kerak. Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgun hukumati xalqaro siyosiy sahnada, ya'ni chet el davlatlarining oldida haqiqiy bir surgun hukumat salohiyatiga ega qilishni maqsad qiladi. Bugun surgun hukumatidagi barliq qarindoshlar bu tayyorlik zaruriyatini oldin bilib yetgan qarindoshlardir. Shunga bugun biz Sharqiy Turkiston mustaqillik yo'limizda yangi bir burilish hosil qildik desak xatolashmaymiz. Chunki bundan burungi surgun hukumatida xalqimiz degandek nurg'un xatoliklar yuz berdi. Shunga bugundan tortib bu xatoliklarning oxirlashganligiga men va atrofimdagi barliq qarindoshlar Alloh nomidan xalqimizga shundoq va'da beramizki, bu xatoliklar endi qayta sodir bo'lmaydi. Shunga bu barobarligimizga va adolatimizga, shundoqla bu surgun hukumatimizning xizmatlariga to'sqinlik qilgan har qanday kishini Sharqiy Turkiston surgun hukumati asos qonuni bo'yicha keskin bartaraf qiladi. Demak, Sharqiy Turkiston surgun hukumati xalqaro sahnada Uyg'urlarning haqiqiy hukumatiga o'xshash harakat qilishni maqsad qiladi. Shundaqla Sharqiy Turkiston davlatining Xitoy tarafidan besilingan davlat ekanligini e'tirof qildirishni maqsad qiladi. Aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bugun uyqumizni ochadigan zaman keldi. Endi yanala ko'ngillikni targ'ib qilib, demokratdan qochmaydi. Ba'zilar yanala demokratni o'z xohishi bo'yicha tarjima qilib, xalqimizni qaymoqtirishga urinmoqda. Ammo hozir xalqimizmi uyg'ondi. Biroq yanala mutlaq ko'p sondagi qarindoshlar kunib qolgan metodda xohlagancha odamlarni qaymoqtirib, og'indarchilik yoki diniy yo'llar bilan yoki chiroyli bilim ilishdek tavsiyalar bilan da'voyimizni xunuklashtirishga urinmoqda. Bu ishlar xalqimiz ichida nihoyatda umidsizlik ilib kelmoqda. Shundaqla mustaqillik nishonimizga og'ir salbiy ta'sirlarni yetkazib, Uyg'ur degan birlashamaydi deydigan umidsizlik yaratmoqda. Bundaq insonlar nodonlarcha Xitoylarga bilib bilmay yantayoq bo'lib, o'zining to'g'ri yo'lidan chiqib, umidsizlik yo'liga qarab mangmoqda. Bugun qaraydigan bo'lsak, mayli ziyoli, mayli dindorlar bo'lsin, xalqimiz umidsiz ishida. Shunga bugun faqatla adolat va barobarlik ostiga kelsak, o'z qiymatimizni topalaymiz. Shunga kelajagimizdagi mustaqilligimizga ishongan barliq qarindoshlar kelinglar. Birlikda bu hukumatimizni kuchlantiraylik. Agar bo'lmaganda biz yanala mustaqilligimizga ishongan qarindoshlar bilan oxirgacha birga mangamiz. Albatta, qiyinchiliklar bo'lsa birlikda yengib, go'zal kelajakdagi Sharqiy Turkiston davlatimizni asliga keltiramiz. Shuning bilan birga Sharqiy Turkiston surgun hukumatidagi barliq qarindoshlarga shuni eskartmoqchimanki, bundan keyin Xitoymi ichimizni parchalashga urinishi turgan gap. Lekin biz o'z ichimizga puxta bo'lib, mayli hasadxo'rlarga, mayli quruq obro'y parazlarga bo'lsin javob berish hojatsiz. Chunki har vaqt amaliy ishimizga qarab minishni davom qilamiz. Agar isbotsiz chatoq chiqarishni maqsad qilguvchilar bo'lsa, mayli u har qanday tashkilot yoki shaxslar bo'lsin,
öz şahsiyetini aldınqı orunga qo'yib, sürgün hükümetning obrazini xunukleştirishga uringan yoki xizmatlarga to'sqinlik qilgan har qanday ishini Adliya ministrligi her vaqt keskin bir taraf qilib, zarur bo'lgan chora tadbirlarni oladi. Uningga rozi bo'lmaganlar uchun Oliy sudimiz qayta ko'rib chiqadi. Agar eg'ir bo'lganlarni shu kishi yashayotgan davlatlarga bu vaqtliq hukumatimiz nomidan xat yo'llab, bu odamning oq ko'rinishini tekshirish, shundaqla buzg'unchilik qilmishi nomidan arz suniladi. Chunki hasadxo'rlik kesili bilan Xitoyga pulsiz ishlab hassa qo'shidi. Yana bir turkumlar ay yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib olib, da'vogar qiyofatiga kirib olib, Xitoydan muosh olib, ustalik bilan ixtilof tug'dirib, buzishga, hukumatning obrazini xunukleştirishga, shundaqla kulkiga qo'yishga urinadi. Muayyatda har ikkisi o'xshash saviyadagi ziyondoshlardir. Shunga bu xil ahvollarga tayyor bo'lish uchun oldin uchur oladigan har bir davlatdan birdan adliya xizmatini qiladigan odamlarni olamiz va ilinvatidi. Shunga hozirgi hukumatimiz ichidagi xodimlarimiz nihoyat sagak bo'lishi kerak. Albatta, hozirgi hukumat xodimlari birdan bir pak qarindoshlar deb ishonamiz. Lekin yanala xizmatga daxli qiladigan ishlar chiqib qilishning oldini olish uchun o'z Oliy sudimizni qurdik. Shunga dunyoning har qanday yeridagi barliq qarindoshlarga shuni deyalaymiz-ki, bu sürgün hukumatimiz hammamizning hukumati, shundaqla Uyg'ur xalqining g'ururi. Albatta, bu xizmat oson emas. Yetarlik iqtisodimiz yo'q. Shundaqla sizlar bilgandek, o'zimizga bir ishni yaratib qilmag'imiz haqiqatan oson emas. Chunki talab yuqori, baholag'uvchilar nihoyat ko'p, ammo ish qilg'uvchilar nihoyat oz sonni egallaydi. Chet elliklar bo'lsa bizning bu harakatimizga nihoyat astoydil muomala qilmoqda. O'zimiz bo'lsak, hech xiyolimizga kirmay, o'z hasadxo'rlik ishlarimiz bilan aldirash. Ammo ayblashga kelganda nihoyat tez suratda ayblaymiz. Shunga bu xizmat oson emas. Yana kelib, menmo sizlarga o'xshashla vatan uchun xolis xizmat qilguvchi bir fidoyi. Endi hukumatimizning kuchlantirish va zaruratiga kelsak, hukumatimizning muhim bo'lganligini takrorlayman. Chunki bizga taqdirdosh bo'lgan Tibetlarni hammanglar bilasizlar. Ularning tayyorligi taq bo'lib, xeyli ilgirlab ketdi. Hozir ular mustaqil bo'lsa, hukumatini darhol ekirdi. Shundaqla hech qalaymaqan chiqmasdan ishlari yurishib ketdi. Biz o'zimizga kelsak, texi yiroq. Shunga har ish bo'lsa, oldin tayyorlik bo'lganda ishlar o'z yo'lida mangalaydi. Qarindoshlar, yuqorida aytganimdek, Sharqiy Turkiston sürgün hukumati hammamizning g'ururi. Bu hukumatning va Sharqiy Turkiston xalqining obro'yini ko'tardiganmi biz? Yuzini to'kadiganmi biz? Shunga o'zini men Sharqiy Turkistonlik deydigan har qanday bir qarindishimizning mayli u hukumatda vazifa olsin yoki olmasin, vatanimizning ozodligi uchun qo'lidan kelishicha to'g'ri bo'lgan harakatlarni qilishini Sharqiy Turkiston sürgün hukumati nomidan, vatandagi 35 million xalqimiz nomidan, shundaqla lagerlarda nahaq yetayotgan 5 million xalqimiz nomidan tuvanchilik bilan o'tinib so'raymiz. Shuning bilan birga xalqimiz har qanday qarshilik va yoki buzg'unchilik taktiklariga shaxsiy hissiyatni aralashtirib o'yin ko'rishga bo'lmaydi. Bularga birlikda taqobil turishimiz kerak. O'z ichimizda ixtilof bo'lganda ishlarni qonun bo'yicha hal qilishimiz yoki parlamentning qaroriga qo'yishimiz kerak. Navada parlamentning yoki hukumatning qarorini uyg'un bo'lmadi deb qarasak, o'zimizning Oliy sudiga sunsak bo'ladi. Oliy sudimizni paketni asos qonunni o'lcham qilib hukm chiqara oladiganligiga ishonamiz. Hukumat va parlament adliya ishlariga qo'l tiqmaydi. Shunga endi oldimizga qarab hammamiz birlikda tirishib bu sürgünde hukumatimizni
haqiqiy Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti salohiyatiga ega qilishimiz kerak. Chunki qurib qo'yg'ong'ilar xalqaroda e'tirof bo'linmaydi. Biz tirishib o'zimizni isbotlashimiz kerak. Demoqchimanki, bundan keyingi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti vatan da'vosi shundoqla mustaqillik yo'lidagi har qanday shaxs va guruhlar bilan birlikka hamkorlashishga va ularga quchoq ochishga tayyor. Aziz qarindoshlar, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümetining bundan keyingi prinsiplari iqtidoriga qarab vazifaga qo'yish bo'lganlikdan Sharqiy Turkiston ozodligi uchun to'p qo'shishni maqsad qilgan har qanday qarindoshlarga bizning darvozamiz har vaqt ochiq. Muhimi har qaysimiz o'zimiz bilgan tarafga so'rab xizmatlarni taraqqiyotiga ta'sir yetkazmaydi. Shunga cho'ng birlashish qilamiz deydiganmiz, cho'ng birlashishga tayyor bo'lishimiz kerak. Shunga 2020-yili 7-oyda Fransiyada ochilgan Sharqiy Turkiston sürgün hükümetining birinchi umumiy yig'inida butun dunyodan keladigan har qanday mehmon yoki cho'ng birlashishni orzu qilayotgan shaxs yoki guruhlar bo'lsin, har davlatdan umum soni 20 dan oshib ketmagan ahvolda qizg'in qarshi olamiz. Shundaqla alohida strategiya taklif yoki cho'ng birlashishga oid planlar bo'lsa, parlamentimizning ko'p sonli ovozi bilan birlikda qaror olamiz. Shunga dunyoning har qaysi joylaridan bu hukumatni yuqori saviyaga ko'tarishni maqsad qiladigan samimiy har qanday kishiga quchog'imiz ochiq. Shundaqla bu yo'lda o'zini aldayotgan qarindoshlarimizga shuni eskartmoqchimanki, eng yaxshisi samimiy bo'laylik. Quruq gap bilan bahona ko'rsatib yoki hasadxo'rlik bilan o'z nopsini tiklash uchun harakat qilayotgan qarindoshlar yolg'on o'yinlarni to'xtataylik. Agar biz men bu yo'lda vatanim uchun samimiy deydiganmiz, amaliy ishimiz bilan birlashishdan qochmaylik. Ammo quruq gap bilan emas. Gap yasayman deydigansiz, xalqimiz endi sizga vaqt ajratib so'zlashib o'tirmaydi. Amaliy ishingiz bo'lsa, xalqimiz sizni o'zingiz orzu qilgan o'ringa qo'yadi. Undaq bo'lmaganda biz amaliy ishimizga qarab xizmatimizni davom qilamiz. Agar hukumatimizning yoki kelajakdagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining bevosita manfaatiga taqishadigan ishlar bo'lsa, albatta sizning taklifingizni parlamentimizning ko'p sonli ovoziga qo'yish orqali hukumatimiz darhol zarur bo'lgan qarorlarni oladi. Chunki bundan keyingi Sharqiy Turkiston sürgün hukumatining prinsipi iqtidoriga qarab vazifaga qo'yish. Shundaqla bundan keyin o'z yaqinlarini tanlab vazifaga qo'yish tugidi. Shunga bundan keyin hukumatimiz haqiqat va adolatni o'lcham qilib mangadi. Qisqasi bu yo'lda butun qarindoshlarni samimiy bo'lishga chaqiramiz. Shuning bilan birga Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur xalqini maxfiy ochiq oshkora qirg'inchilik qilgan tariximizda bo'libmi yaqinqi tariximizda hayot qahramonlarimiz o'ttirga chiqmoqda. Shundaqla davoyimizga alohida has qo'shmoqda. Bu sababdan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti bugünkidek kunda bu davoga alohida has qo'shgan bu 4 qarindishimizga, ya'ni Firqat Javdat, Mehrigul Tursun, Ömer Bekri, Gulbahor Jalil qatorliq ismi atalmay qolgan qarindoshlarga hukumatimiz nomidan yuqori baho berib, alohida minnatdorligini bildirdi. Oxirida hammanglarning yangi yilinglarni yana bir qitim tabriklayman. Hurmat bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti sürgün hükümeti. Allah'a emanet.